Gastroskopiya qilib olib tashlanadi buni. Qanaqa? Kamerada venenni ukol qilib, narkoz bilan kamerada kirib olib tashlanadi. Keyin buni ekishga beriladi gistologiyaga. Kim aytdi senga 12 haftada bola tushsa, top-toza tushar ekandi. O'sha yerda har yonmas yo'ldosh bo'ladi-ku. Ratonga bordim, ko'rdi toza dedi. Keyin ishonmadim, Fedoruvchga bordim. Hop. Keyin aytdi, anaqa dedi, toza tushgan, lekin dedi, mesishning keladi, 5-kunda kelasan, yuvib ketishi mumkin dedi. Yuvib ketmaydi. Mana bu oziqlanyapti-ku, qon tomiri bor mana. Ko'ryapsizmi? Qon tomiri ichkarigi endometriyning ichiga kirmasligi kerak. Ichiga kiryapti, bu narsa oziqlanyapti. Olib tashlash kerak. Qalinlashib ketgan nimaga? Chunki ichida turibdi-ku polosda. Bu homilani demak yo'ldoshini qoldig'i. Srochni bunaqa holat mumkin emas. Men buni holatga qo'ymayman spiral. Yo'q, o'shaning uchun biz birinchi uziy qilamiz. Sen bo'lay sani holatingda vaginalni yozdim. Men bildim, что qoldiq qolib ketdi. Chunki 12 haftada toza tushmaydi, обязательно tozalash kerak.